Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Realmed klinikamizda YouTube sahifasida yana bir bor siz azizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlar bilan nasib bo'lsa, oqtoq kasalligi kelib chiqish sabablari, nima uchun yana qaytalanadi, shifo topishga to'sqinlik qiluvchi ba'zi faktorlar va boshqa muhim bo'lgan masalalar to'g'risida sizlar bilan gaplashamiz. Aziz do'stlar, klinikamizda oqtoq kasalligini qanday qilib davolashimiz va natijalarimiz haqida bundan oldingi videolarga ko'p bor gapirganmiz. Yana ham batafsil ma'lumot olish uchun oldingi videolarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bugun esa Furqat aka mana shu oqtoq kasalligi bilan davolanayotgan bemorlarimiz, ba'zi bemorlarimizda davolanish prosesslari qiyin bo'layotganligi yoki ba'zi bemorlarimiz shifo topishiga qaramasdan yana qaytalanish sabablari nima uchun bo'layotganligi haqida bir qisqacha gaplashsak. Juda ham yaxshi tematika. Bu faqat oq dog'lar bilan bog'liq emas, ko'pincha boshqa kasalliklar bilan ham bog'liq. Keling, shu to'g'risida hozir batafsilroq ma'lumotni hozir biz mana shunda yoritib berishga harakat qilamiz. Men birinchi bo'lib o'ylaydigan nimam, qarang, endi ko'p yillar Qozog'iston territoriyasi, Rossiya Federatsiyasida ishlab yurganim uchun uncha tushunmagan edim. Nima sabab, nimaga mana shunaqa qaytalanish nimalari ko'p bo'ladi? Sabab nima? Oxirgi vaqtda ko'p eshitmayman shunaqa tendensiya. Suyak yemirishi ko'payib boryapti. Suyak yemirishi. Keyin sразу nima keldi? Chunki ko'p insonlardan so'rasam, ilgari ko'pincha davo bo'lib ketganda 90% insonlarga buni mana shu oq dog'ni davolash uchun ko'proq gormon ishlatgan. Gormonni ko'p miqdorda. Buni nima uchun avvaliga o'sha ishlayapmiz, mayda metodikamiz to'g'ri, hujayra уровеньda ham ketyapti, to'g'ri mayda yo'nalish berilgan. Lekin qaytib kimlardir o'sha retsissiv yana qaytalanyapti degan mana shuni o'ylantirib qo'ydi. Nimaga? To'g'ri, hozir ish faoliyatimiz davomida hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. Bu to'g'risida gapirish sal ertaroq, no, все равно. Baribir ham tezroq effekt olish uchun mana shunaqa qaytalanib kelayotgan sababini bittasi bu avvalgi lecheniyalar vaqti juda ko'p gormon olingani, bu gormon endokrin sistemasida именно надпочечникlarni, именно shitavitkani, именно gipotalamusga ta'sir qilib turib, o'zini ishlab chiqaradigan gormonni susaytirib qo'ygan. Bu aktiv ishlamaydi. Tushunyapsiz? Bu inson shunchalik bo'lib qolganki, tashqaridan faqat o'sha gormonni olib turish kerak. Faqat shu gormonni olib tursagina o'sha endokrin sistemasi. Endi qarang, bizni qiladigan hozir ishimiz shunga iborat bo'lyapti-ki, Ilyosbek, bu gormonal sistemani qayta uyg'otishimiz kerak. Qaytadan unga yana ish faoliyatini eslatishimiz kerak. Chunki u shunchalik o'rganib qolganda, tashqaridan kelyapti gormon, boshqa nima kelyapti, o'zini ishlash faoliyatini to'xtatadi. Ana yana bitta qaytalanishni yana bitta siri mana nimada yotadi. Hali endokrin sistema to'liq ishga tushgan. Endi bu autoimmun proses deb o'sha autoimmun proseslarda gormonal preparatlar qo'llanilgan. Shu sababli o'sha sxemada qolib ketilganda. Молодец. Hamma gap shunda. Shu учитывать qilinmagan nima? Именно to'xtang, tashqaridan ko'p gormon berilgan sari sizni o'zingizni gormonal sistemangiz ishga tushmaydi to'liq. Mana buni to'g'ri tushunish kerak. Shuning uchun inogda men hayron qolyapman-da, nima uchun bu yaxshi effekt beryapti, keyin qayta. Chunki endokrin sistemani именно надпочечникlarni, shitavitkani, gipotalamusni kuchaytmay qo'yapti. Tushunyapsizmi? Chunki u ishlash nimasi hamma vaqt tashqaridan kutib qolgan o'sha gormonni, o'sha gormon dola qanaydir beriladi. U masalan 70-80% ga ishlab turgan 20-30% ni tashqaridan olib turadi. Biz bo'lsa hozir biz gormonal lecheniya qilyapmiz. Shunday. Tushunyapsan? Gormon yo'q. Shuning uchun organizmga gormon bermaysanmi degan ma'noga boradi. No. Yana bir marta hurmatli mijozlar, hech ham shoshish keragi yo'q. Однозначно baribir o'sha endokrin sistemangiz to'liq ishga tushadi. Shuni orqasidan однозначно mana bunaqa retsessiv degan retsessiv holatlar kuzatilmasligi kerak.
Bu faqatgina ozgina vaqt talab qiladi. Shuning uchun butun endokrin sistema o'sha hujayralari tiklanishi kerak, kerakli miqdorda o'sha releasing faktor, melanotropniy releasing faktor, melanotropniy gormon ishlab chiqarish kerak. Keyinchalik bular o'sha melanitsitlarga borib turib, ta'sir qilib turib, melanin ishlab chiqarishini yana o'z holiga qaytarish kerak. Bu bir. Ikkinchidan o'sha aytganingizdek o'zi autoimmun proseslar. Man bir ish qilib ko'rdimda, Toshkentda yoki boshqa joylarda bor ekanmi shu именно melanotsitlarga qarshi autoimmun immunoglobulinlarni izlab turib yo'q. Qarang, bu yana bitta nima. Chunki mana bu narsa aytiladi. Именно o'sha shunga qarshi kurashayotgan shu melanotsitlarni buzadigan immunoglobulinlarni aniqlaydigan faktor o'zi yo'q. Bu degani sizlarga imенно shuni aniqlab keling deyishmas. Bizni qarang, yana o'sha klinikada bo'lib o'tadigan mana bu jarayonlarda biz o'sha endokrin sistemasini ham korrektivировать qilamiz. Shunda даже o'sha analiz topshirmasangiz ham o'sha autoimmun proses ketayotgan bo'lsa ham o'zida melanotsitlaringizni разрушать qiladigan immun hujayralarni to'g'ri yo'lga solamiz. Mana shuni orqasida o'sha autoimmun proseslarga ham chek qo'yiladi. Hozir biz olib borayotgan o'sha hujayra darajasida davolash metodikamiz bo'yicha endokrin sistema sekin-sekin o'z holatiga qaytadi. Bu esa vaqt talab qiladi. Yana bir marta aytaman, gormonni bitta yaxshi emas tarafi bor. Yana bitta emas, bir necha to'g'ri болезненный кушинка bo'ladagi semir ketish, lipidni обменni buzish, shuni orqasidan lunavidное лицо, oyoqlar nima ketish, kalsiyni вымывать qilishdan tashqari yana bitta nozik tomoni bor. Ko'p gormon olib yurganda hujayra transformatsiyaga uchraydi. Shuni orqasida qarang, transformatsiya uchragan o'sha endokrin sistema shitavitka bo'ladimi? Shuning uchun ham nimayda узловой zotlar ko'payib ketaveradi, yoki diffuzniy изменение bergan bo'ladi deydi. Mana bularning hammasi sababi ko'p gormon olgani sababi hujayra o'z strukturasini yo'qotgan. Bu o'sha hujayra strukturasi va funksiyasini yo'qotgan endokrin sistemasidagi hujayra melanotsit ishlab bera olmaydi. Uni чтобы melanotsit ishlab berish uchun buni yana o'z o'zini avvalgi holatiga, funksiyasiga, strukturasiga qaytarishimiz kerak. Faqat shundagina biz aytishimiz mumkin, что да, endi mana melanotsitlar endi endokrin sistema to'liq o'z faoliyatini yurityapti, kerakli miqdorda releasing faktor va melanotropniy gormon ishlab chiqaryapti. Bu esa однозначно melanotsitlarga ta'sir qilib, kerakli miqdorda melaninni ishlab chiqaradi deb aytib olishimiz mumkin. Furqat aka, yana bir holat bor. Ba'zi bemorlarimizda masalan o'zi xohlaydi tuzalishni, lekin ba'zan atrofdagilar, ota-onasi bo'lishi mumkin yoki yaqinlari, vrachlar va boshqalar ba'zan bemorlarimizni shifo topishiga to'sqinlik qilishyapti. Mana shu holatlar haqida ham bir aytsangiz. Yaxshi, nima bo'ldi? Давайте bunday. Men shuning uchun mana shunaqa situatsiyalar возникать qilganda juda ham istardim shu professional bo'lgan, kompetent bo'lgan odamlar shu kesada, mana Ilyosjon yoki Furqat Kamolov shunda nima proses ketyapti, mana shu yerda keling qani bir chiroyli professionalni gaplashaylik degan nimayda vrachlarni yoki mediklarni kutib qolishni istardim. Bilasizmi, juda ham yaxshi nima hozir mana shu o'rinda yaxshi gap bo'ldi. Endi qarang, ota-ona deymiz, aka, singil, tog'a kimdadir o'sha vrachlar yoki bo'lmasa, mani medrabotnikman, kimsa medrabotnik, medsestraman. Men hurmatsizlik yo'q hech kimga. O'qituvchi bo'ladimi, boshqami, keling, shu meditsina sohasiga haqiqatdan ham kompetentmisiz? Haqiqatdan ham shu masalani yechimini juda yaxshi agar biladigan bo'lsangiz, nimaga bizga kelib murojaat qilyapsiz? Siz o'zingiz bilasiz-ku. Agar bilsangiz, to'g'ri lecheniya qilishni, to'g'ri dori-darmon berishni bilsangiz, bu bir. Ikkinchidan, anglab-anglamay bizda shunaqa proses ketadi-da. Bir joydan kimdir eshitsa, men vrachim, masalan,
endokrinologiyada bo'lyaptim yo kojvenerologiya ketyaptim. Men xirurg nimadan so'radim o'zimni doktorim, chunki xirurgiyada ishlayman. U kishi ko'rdida sizlar qiladigan dorilarni bunday qilib hech ham qilinmaydi dedi. Mana shunaqa holatlar bo'lyapti-da. Men shu insonlarga aytmoqchiman. O'sha vrachiz haqiqatan ham shunday dedilarmi? Siz birdan telefon qilib, Ilyos aka, Furqat aka, keling, men nimayda professionalniy mana tam xirurgimiz yoki bo'lmasa terapevtimiz yoki bo'lmasa nimayda genetikimiz yoki immunologimiz yoki allergologimiz shunday deyaptilar. Nima deysiz? Bir gaplashtirib qo'yay. Davaychi 3 tomonlama siz o'tiring. Nimayda allergologiz yoki bo'lmasa o'sha nima vrachiz biz keling, chiroyli suhbat quraylik. Mana bunaqa orqadan har xil gapni gapirib, bo'lmaydi deb. bular bo'lmas, bir-birimizni asabimizga tegadigan ish qilmasdan mana buni chiroyli gaplashib olaylik. Biz ochiqmiz. Biz qochish yo'q. Lekin mana bunday qilinmaydi deb yorib, yugurib kelib, nima qilyapsizlar? Bunaqa qilinmay ekan. Yana sizlarga yana bir marta qaytaryapman. Чтобы bu metodikaga kelish uchun 98-yildan beri ish qilib kelyapman. Уже 3 ta davlatda, O'zbekistonda ham уже patent olingan. Nima o'ylaysiz? Shu patentni nima qiladigan международный tashaladi, ekspertlar ko'radi. Nima ular shunchalik, kechirasiz. Nimasi o'sha nima deydi? Meditstra yoki o'sha vrachalik nimasi ilm darajasi yo'q deb o'ylaysiz. Shunday. Ko'pincha mana shu biz aytamiz tavsiyani, mana shuni olishingiz kerak desak, tanishim professor edi yoki tanishim vrach edi deydi. O'sha vrachga borib biz qiladigan muolajani ko'rsatib, u vrach bu shu yaxshi qiladimi, oqdog'da shifosi yo'q yoki topilmagan deb va bemorni tushkunlik holatiga tushirib qo'yadi. Va qarang, ana bu o'zi keyingi nima masala. Qarang, tushkunlik. Tushkunlik faqatgina bu gapni nimasidan emas. Chunki men tushunaman, inson uchun endi qachonlardir shu doktor qandaydir yordam bergan, boshqa qilgan как avtoritet hisoblanadi-da. Qarang, insonni endi mana uchoq, вот, yo'nalishi bor ekan. Qarang, yaxshi bo'lib ketish nimasi bor ekan. Birdaniga buni eshitgan ekan, insonda tushkunlik. Хорошо. Shu tushkunlikka tushmaslik uchun siz o'zingiz bo'lmasa, xudoga shukur, nima uchun mana bu bolalar bu yerda mana bu tematikani ko'tarib chiqyapsiz. Keling, shu hech bo'lmasa shu video lavha, shu ketadigan video roliklarni to'liq faqatgina bunday yarmini ko'rdim, 15 minutini eshitdim. Oxirigacha ko'ring. Oxirigacha razbor qiling. Shu roliklarni aytib bering, o'sha nimayda doktoringizga eshitsinlar. Хотя бы deyapman. Bu bir. Ikkinchidan, qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Mayda hamma narsa siz, biz 200% ishlasak ham, agar ikkinchi tomondan inson tarafidan хотя бы mizerni shubha yoki bo'lmasa shu protsesga nimada qo'shilmaslik, kechirasiz, rezultat. Men sizga uzoq bormayman, bitta situatsiyani aytib beraman. Qarang, farzandini olib kelib, lekin farzandi shunchalik erkato'ki istamaydi. Lekin otasi xohlab turibdi, davaychi nima qilib bering. Iloji yo'q uni. Chunki farzand istamaydi. Xohlasa kelar, xohlamasa ketib. Uni otasi xohlaydi, chunki farzand xohlamaydi. Inson. Shuning uchun kimdir xohlamasa ham, agar sizni xohishingiz bo'lsa, to mana однозначно rezultat istaysizmi, istamaysizmi bo'ladi. Chunki buni sizga o'zi tushunaman. Yana shunaqa nima bor? Mana 10 yil, 15 yil yoki boshqa davlatlar, qo'yinglar boshqa davlatlar. O'sha davlatlardan agarda shunaqa deb nima qilib turadigan bo'lsa ham, keling, давайте o'tirib, zo'r, hozir nima bor? Video konferensiyalar bor, Zoom bor, o'tirib gaplashaylik. Qani? Nima chiqadi? Mana shuning uchun nima demoqchiman? Insonni negativ o'sha ishonmaslik, tushkunlikka tushishi, shu negativ moddalar, negativ molekulalar hosil qiladi. Bu negativ molekulalar hujayralar bo'shliqda ifloslantiradi. Bu ifloslangan nima? Protoplazmaga o'tadi. Protoplazma ifloslanib turib, ribosomani ishini buzadi. Ribosom bo'lsa kerakli melaninni ishlab chiqartirmaydi. Qanday, sizga yoqdimi? Qarang, qanday qilib o'zimiz anglamagan holda, negativ tushkunlikka tushgan holda ishonmay
nimayda o'zimizni hujayramizda kerakli bo'lgan kraskani, demak, melaninni ishlab chiqarish funksiyasini o'zimiz blokировать qilamiz. O'zimiz anglamagan holda. Bir mana agar ishlaringizda nima bo'lsa, Norbekovda bir ishlari bo'ldi, qiziq. O'sha yerda birinchi kurs оздоровительныйda aytiladi. Shunaqa nimani keltiradi. Hamma vaqt limonni misol qilib aytishadi. O'zim shu narsani qilishim mumkin. Shuni orqasidan nima demoqchi bo'lganim, неужели tushkunlikka tushmasam yoki shunga ishonsam, nimada ribosomim ishlab chiqaradi melanin degan nimani men sizga hozir nimada ozgina yoritib beraman, o'zingiz tushunib olasiz. Mana qarang. O'zi просто tam obrazni o'zida yumasiyu, maysmi, tam o'z tasavvuringizni keltiring, hozir qo'lingizda limon turibdi. Qo'lingizda. Shuni aromat, hidi shunaqa zo'r for bilan kelayotgan aromatni limon. Qo'lingizda turibdi. Shuni olingda obrazni. Bitta chiroyli qilib ustidagi pusta bilan bitta tishlang. Sizlar bilmadimmi? Men o'sha tam so'laylarim kelib ketdi. Qarangda. Qarang qanday ishlaydi obrazingiz, qanaqa kuchli ichingizda mexanizm bor. Bitta tasavvur bilan o'zi qarang, tasavvur. Sizga qarang, tashqi tarafdan ishlab beryapti. Biz ichki tarafdan ishlab beryapmiz. Yana sizdan faqat talab qilinadigan narsa, iltimos, xalaqit bermang hujayrangizga. O'zingizning tushkunligingiz yoki bo'lmasa avtoritet bo'lgan, nimayda o'zi protsessga tushunmaydigan insonlardan borib maslahat so'rab yoki bo'lmasa kompetensiyasi yetmagan qanaydir mediklar bilan nima qilib o'zingizni nimayda yana o'sha nimayda botqoqqa botirmang. Yaqinda bir holat bo'ldi. Bir bemorimizni yuzida 2 dona maydagina oq dog'chasi bor. Yuzida. Hamma joyini ko'rib chiqdim, boshqa bironta joyiga oq dog' yo'q. Keyin bu kishi bir yaqin tanishida oq dog' bor ekan, borib so'rabdi. Bu oq dog'ni dermatologiya markazi ham davololmadi, buni davosi yo'q debdi. Yana bitta boshqa tanishini bilan gaplashibdi. Sen davolansang bo'lmaydimi? Nima qilyapsan debdi. Ko'p joyga bordim, buni davosi yo'q ekan debdi. Tuzalmas ekan debdi. O'zi 2-3 kishini fikrini eshitib, bu kishi juda ham tushkunlikka tushgan. Ya'ni o'zi xayolida o'zini tamom qilib bo'lgan, xayolida o'zini oqartirib bo'lgan boshqa tanasini ham. Agar shu turishga bo'lsa, точно oqaradi. O'sha tam oqaradi. Da, qarang. Mana shunaqangi holatda kelyapti. Siz o'zingizni oqartirib bo'psiz-ku xayolingizda desam, yig'lab yordilar kabinetimga. Пожалуйста. Qarang, qanchalik tam tashqaridan ta'sir qiladigan nimagadir shu insonni qo'llab, nimayda, "Davay harakatingni qil, boshqa qilish, все bo'ldi, yordam bermaydi." Qayerdadir yordam bermagandir, qayerdadir nekompetent bo'lgandir. No, o'zingizda mana shu gapga bitta narsa aytaman. Qarangda, nima odamlar shunday deyganda bu davolab bo'lmaydi. Хорошо, o'sha oq dog' tushguncha nimayda tanangiz, hujayralar yetarli melanin ishlab chiqarib berarmi? Oq dog'ingiz yo'q edi-ku qachonlardir. Bu degani, demak, ichingizda potensial yoki ichingizda o'sha mexanizm yo'q degani emas, bor. Faqat o'shanga yana qaytish kerak. Hozirroq endi negativ faktorlar ta'sirida endi shu holat kelib chiqdi. Endi shu kerakli mutaxassislar bilan maslahatlashib uni bartaraf qilsa bo'ladi. Lekin bizning odamlarimiz kim bilan maslahat qiladi? Mana qarangda, iminni. Na shifo topmagan odam bilan, qo'lidan bir ish kelmagan odam bilan borib maslahat qilib, men shu narsaga hayron qolaman. Shuning uchun men shunaqa maslahat beradim, shunaqa odamlarni eshitadigan. Bo'pti, o'sha ular bilar ekan. Bo'lmasa o'sha maslahat beradiganlar bilan nimada lecheniyani olib boring. Chunki agar siz uchun ularni fikri, ularni yo'l yurishi siz uchun ahamiyatliroq bo'lsa, точно biz не только nima yaratuvchi yordam bermaydi. Mana shu joyda shu bemorlarimizga bir muhim joyga e'tibor berishlarini so'ras edim. Ya'ni biz kimdan maslahat so'rashimiz kerak? Masalan, qurilish sohasiga bo'ladimi, bir usta insondan tuzata oladigan ustadan borib so'raymiz. Kasallikka keladigan bo'lsak,
shifo topmagan odamdan maslahat so'raydi. Mana Uni qarang. qo'ying. Men eshitib qolman. Ha, opa, mana shu to'g'risida kimdan eshitdim? Taksichi aytdi, pista sotayotgan aytdi. Mana. Bizni odamlarimiz shifo topgan odamdan maslahat so'rasaydi, men qarshiligim yo'q edi. Qanday qilib shifo topdingiz? Nimalarga e'tibor berdingiz? Nimalardan voz kechdingiz? Nimalarni qildingiz deb so'rab, o'shanga amal qilishganda men ishonardim. Lekin shifo topmagan, vrachni tavsiyasiga amal qilmagan yoki noto'g'ri tavsiyalar bilan davolanib shifo topolmagan odamdan qanaqa to'g'ri maslahat olishingiz mumkin? Ularda faqat bitta nima holat shu, bu yordam bermaydi, bo'ldi, hech nima qilmay, hech harakatingni to'xtatdan shu turish qolasan. Bilasizmi, men o'ylayman, bu yerda psixolog ham nimada bu ichki zavist deydi. Zavist deydi, mana shunaqa o'zi anglamagan holatda, o'zini hayotida, bilasizmi, neudachlarga nima qilgan, hech bir nima edi, bir nimaga erishmagan, sen ham shu men qatori bo'lasan degan o'zi anglamagan holda shu narsani nima qiladi. Shuning uchun aytadi-ku, tam hamma vaqt nima edi, qozonga yaqin yursang qorosi yo'qadi deydi. Shuning uchun iltimos sizlar o'sha maslahat olganda yo boshqa nima qilganda shu kompetent odamlardan shu narsani haqiqatdan chuqur tushunadigan, shu narsani обосновать qilib beradigan nimada mutaxassislarga обращаться qilsanglar, ana bu juda ham mantiqqa to'g'ri kelgan bo'lardi. Yana bir muhim gap borda, xalqning orasida burnidan tortilgan ot poygaga yaramaydi deydi. Ya'ni insonni o'zi ichkaridan harakat qilmasa, u insonga hech kim yordam bera olmaydi. Na vrach, na ota-ona, na professor, na boshqa hech kim bunaqa insonga yordam bera olmaydi. Ya'ni bemorlarimiz bahona izlamasligi kerak. Kasalligi bunaqa ekan, tuzalmay ekan emas. Chora izlasa, ya'ni nima qilsam Yo'l yo'q. Nima qilsam men shifo topishim mumkin deb chora izlasa, ya'ni noumid bo'lmasa, ya'ni dard bormi, shifosi bor degan bo'ldi. Shunga imkoniyat izlasa, o'zi organizm ham shunga qarab harakat qiladi. Sabablar, shu narsadan shifo topgan insonlarni izlasa, shu narsani davolagan vrachlar bilan maslahat qilsa, menimcha, xudo xolasa, juda ham ishimiz oldinga ketadi. Haqiqatan ham axir bu nimaga o'xshaydida, qachonki sizni o'zi istamasangiz, siz masalan jajda sizda suv ichgisi kelyapti-yu, lekin hamma vaqt nima yoningizdagi aytyapti, tam u kishi suv ichyapti-yu, sizda jajdangiz bundan utolить qilmaydi. Shuning uchun bu sizni o'zingizda ham mana shu holat, bu nastroy haqiqatan bo'lishi kerak. Chunki yana bir marta aytaman, o'sha nastroy, sizda fikringiz, sizda his-tuyg'ungiz bu genetik programmaga ta'sir qiladi. O'sha genetik programmaga ta'sir qilib turib, kerakli mahsulot, kerakli molekulalarni o'z ichingizda. Bilasizmi, inson tanasi, hujayrasida milliardlab biokimik jarayonlar ketadi. Bu katta biokimiya zavodi bu. Uni boshqaradigan siz. Qarangda, yo bu zavodda siz ishga tushirasiz, yoki bo'lmasa uni tam yopib qo'yasiz, tam hamma narsani mayda to'xtatib qo'yasiz, bu zavod ishlamay yotaveradi. Mana shu o'rinda mana insonni kasal qiladigan faktorlar bor. Shu haqida bir qisqacha aytsangiz, ya'ni bizni kasal qiladigan faktorlar faqatgina qanaqadir mikrob, qanaqadir gijja, qanaqadir narsa emas, qanchalik insonni psixologik holatiga bog'liqligi haqida bir qisqacha. Qarangda, keling bo'lmasa bunday qilamiz. Hozir chista yana professional bo'ldi. Yomon fikrlasang yo yomon nima qilsang bo'ldi. Shuni orqasidan kasal bo'ladigan bu общий gap bo'ladi. Qarangda, yana neprofessional. Agar buni agar biokimik jarayonni ko'rib chiqsak, men o'zgina shu to'g'risida aytam, nima qilib bermoqchiman. To'g'ri, bu bilan buni juda chuqur anglash uchun hech bo'lmasa 2 oylik kurslarimiz bor. Shuni inson o'rganib chiqish kerak, lekin shu 5 minut ichida keling shuni ozgina nima edi, nima qilib ochib bermoqchiman. Keling shu to'g'risida qanaqa biokimik jarayonlar ketadi, qachonki insonda o'sha tushkunlik tushganda yoki o'zi buni uncha istamayotganda yoki o'sha shubha yoki tushkunlik tushib qolganda qanday qilib
hujayraga xalaqit berayotgani to'g'risida shuni hozir ozgina gapirishamiz. Qarang, bir proses ko'plar biladi pH sreda to'g'risida. Har bir hujayramizda ham pH sreda deydi, o'sha kislotно-щелочной deydi, равновесие, kislotali va ishqorli holat bo'ladi deydi. Inson qanchalik tushkunlikka tushsa, ishonchsizlik bo'lsa, pH sredasi kisli tarafga ketib qolar ekan. Qarang, o'zi hamma vaqt balansda bo'lish kerak. Kisli tarafga ketdi. Kisli tarafga ketgandan keyin hujayrada membranasida proses depolarizatsiya, repolarizatsiya degan proseslar ketmaydi. Bu nima degani? Masalan, qarangda, sizda aytaylik, mayda eshitmaysiz. Aytaylik, yoki sezgiz ham yo'q. Men sizni xo'p qimirlatay, baqiray eshitmaysiz. Xuddi shunaqa holat. Когда o'sha hujayrada buzilsa, o'sha tushkunlikka tushgandan keyin o'sha pH buzilgandan keyin membrana pushka o'tini ham reaksiya qilmaydi, turaveradi. Uni ishlab ketib, hujayra kerakli mahsulot ishlab chiqarish uchun o'sha membranda proses depolarizatsiya, repolarizatsiya ishlab ketish kerak. Qarangda nima ketadi. Ana undan keyin bu signal ketdi, yadrogacha boradi. Yadrodan informatsion RNK ga o'zini o'sha programmasini topadida, keyin ribosomaga nanizvatsiya qiladi, ribosoma kerakli o'sha mahsulot bo'lgan melaninni ishlab chiqaradi. Qarang. Tushkunlikka tushgandan keyin pH buzildimi? Ishonchsizlik bo'lib, pH buzilib o'tirdi. Siz o'zingiz anglamagan ravishda nimadir ketayotgan jarayonni yoki hujayra bajarishi kerak bo'lgan ishni o'zingiz to'xtatib o'tiribsiz. Anglamagan holda. Insonning ichki holati, ichki ruhiyati, faqatgina hozir biz siz bilan pH buzilishini orqasida kelib chiqadigan situatsiyani ko'rib chiqyapmiz. Xuddi shunday har bir hujayra soznaniyaga egada, nima deydi soznaniyani? Мыслить qilib oladi, nima deydi? Fikrlay oladi. Har bir hujayra. Farqi yo'q, tirnoq ham, chochiz ham, ko'ziz ham, и тем более melanin ishlab chiqaradigan, ular juda ham chiroyli eshitishni biladi. Men sizga buni spokойно доказать qilib berishim mumkin. Nima uchun? Chunki любой hujayrangiz bittasini olasiz и sredaga qo'yasiz, klonирование orqasidan shu nimani bitta inson yaratib olasiz. Endi qarang, qanday qilib вроде бы bitta hujayra edi, tam terizdikimi yoki bo'lmasa o'sha melanitsitidami, farqi yo'q. Bular eshitishni biladi. Shuning uchun agar izначально o'zingizni ko'rib tushkunlikka yo'q ham shuni bu desangiz, bu eshitib o'tiradi. Menga o'sha ishonmay qo'ydi. Menga ishonch yo'q. Chunki nima qilaman ishlab, baribir ishlamaydi. Biz siz bilan xo'p harakat qilyapmiz, yo'q ishlaydi, boshqa. Yo'q ishlamaydi. Yo'q. Foydasi yo'q. U ishlatdi tam soznaniyada, yo'q. Yo'q, men ishlamayman. Chunki nima demoqchiman? Sizni fikringiz, sizni ощущениyangiz, qarang, через limfa, через qon однозначно keyin hujayraga keladi. Keyin shuni eshitadi. Shunaqa chastotani, shunaqa vibratsiyani siz yuboryapsiz. U bechora boshqacha vibratsiya olayotgan yo'q. Voy, ishlab ketar ekanman. Yashab ketar ekanman. Melaninim ko'payib ketar ekan degan chastotani olgani yo'q. Faqat tushkunlik, faqat bo'lmaydi degan informatsiya shu chastotani oladi, shu tebranishni oladi. Endi mana shu qabul jarayonlarida shu narsaga guvoh bo'lganmanki, ya'ni kimni yuzida oq dog' bo'lsa, hammasi o'ta asabiy, o'ta injiq, ichi tor bo'lgan bemorlar ekan. To'g'ri, har doim nima deydi, исключение bo'ladi, lekin katta qismida men shu narsani ko'rganman, ya'ni guvohi bo'lganman. Haqiqatdan ham u oila a'zolari ham shu narsani tasdiqlashgan. Haqiqatdan bu inson juda ham injiq. Qayerdan topdingiz deb menga aytishadi, lekin endi ko'raverganingizdan keyin, gaplashaverganingizdan keyin shu narsa guvoh bo'lganmanki, ya'ni juda ham injiq, ichi siqiladigan, ichi tor bo'lgan, ko'p asabiylashadigan insonlarda oqdog' paydo bo'layotganligi, yuzida paydo bo'layotganligini masalan guvohi bo'lgan. Mana, пожалуйста, уже aytdingiz, shuni orqasidan qanday qilib o'sha pHni nima deydi, kislay storonada ushlab turib, proses depolarizatsiya, repolarizatsiyani to'xtatib turayotganini o'zi anglamagan holda qarang nimaga olib boradi. Qani deyman, har bir inson
shuni anglab yetsa-da tushunsa, ay yoki qarang, mani ichki xotirjam. Men ko'pincha so'raymanda nimadan? Хорошо, mana kasalligingiz bor yoki bo'lmasa yana qanaydir bir boshqa nima bo'lishi mumkin. Bu faqatgina vitiligo bilan bog'liq emas. Nimada shu kasalingizda o'sha og'riq bo'lsa yo boshqa nima qilasiz? Shuni o'ylayman. Ana shu deyman. Shu o'ylaganingiz yordam beradimi? Yo'q. O'ylagan sari siqilaverasiz, sosudlar to'rayaveradi, o'zig'a kelmaydi bunga. Toksinlar ko'payaveradi, bu jarayon nimaydi protoplazma yana o'sha toksin nimalar bilan to'laveradi. Bu keyin ribosomayu endi plazmatik set yoki energetik sentrni blokировать qilaveradi. Endi nimaga olib boryapmiz? Yana o'zimiz anglamagan holda. Bu ko'p siqilishning orqasidan nimaydi kortizollar ishlab chiqaradi. Bu yana bir marta o'sha proses qon, limfa va hujayralar bo'shliqdagi jidkistda aylanish proseslarini buzaveradi. Всё. Hujayra tozalanmaydi buning orqasidan. Hujayra tikla olmaydi o'z funksiyasini o'sha kerakli mahsulotda ishlab chiqarishga. Chunki inson tanasida 283 tadan ortiq hujayra har biri, bu prosta shunday emas, har bir hujayra определенный o'zining funksiyasini bajaradi. Mana masalan qarang, ko'z hujayralari ko'rish kerak. Iodopsin, rodopsin degan beloklar ishlab chiqaradi. Shuni orqasida siz masalan tsvetnoy bo'lsa, rangli nimani iodopsin o'sha ishlab chiqarishga shunda rangli narsalarni ko'rib olasiz. Yoki masalan nimayda qorong'ida ham ko'raverasiz-ku, faqat svetda ajrata olmaysiz. Bunda rodopsin ishlab chiqariladi. Qarang, shu belok ishlab chiqaradi. Shuni orqasida siz oq va qorani faqatgina farqlay olasiz. Nimayda slunnoy железалар hujayralar so'lak ishlab chiqaradi. Nimayda уже amilaza уже og'iz bo'shlig'ida oziqani nimayda parchalanib ketishi uchun. Quloq hujayralari o'sha to'lqinlarda определенный yo yuqori yo pastroq tondagi nimada bular nima uchun ishlab chiqaradi kerakli molekulalarni, чтобы biz eshitishimiz uchun. Har bitta hujayrani o'zining funksiyasi. Shu funksiyasini bajarishi shart, bajarishi kerak. Masalan, insulin ishlab chiqaradigan beta uchastkasiga insulin ishlab chiqarish kerak, чтобы saharni qondagini kamaytirish. Xuddi o'sha melansitlar ham. O'sha hujayralar bor, ular o'lgani yo'q, bor, lekin biz o'zimiz anglamagan holda uni faoliyatini to'xtatib qo'yamiz. Anglamagan holda. Shuning uchun melanin yetishmaydi, nimaydi, qayerlarda o'sha kraskasi yo'q, u kraskalab turish kerak. Kraska yo'q. Ana mana orqasida keyin mana bu kasallik avj oladi. Mana Furqat aka, ba'zi bemorlarimiz shu operatsiya qildirsam, melanosit hujayralarini ektirsamda shundan butunlay qutulsam degan bemorlarimiz ham bor-da. Shu narsa qanchalik to'g'ri bo'ladi? Yechim bormi shu holatda? Bu ham yaxshi zo'r savol bo'lib, bilasizmi? Agarda proses, haqiqatan proses faqat teri bilan bog'liq bo'lsa, masalan, haqiqatan relizing faktor kelyapti, melanotropnik gormon kelyapti, hammasi yetib kelib hujayraga nimayda stimulировать berib tam bu yerda proses melanin образованияni keltiryapti. Bu agar bular hammasi joyida bo'lsa, bu ishni qilsa bo'ladi. Chunki faqat shu yerda hujayralar bo'shlig'ida tam bir-biriga kontaktni yo'qolgani uchun hujayra bir-birini eshitmaydi yoki yetib bormayapti, tam qanaqadir to'siqi bor, da o'sha joyga eksa, chunki bu yerdan hamma narsa nima da bo'ladi. No. Agar bu proses o'sha gipotalamusdan ketayotgan bo'lsa, bir shitavitkada problema bo'lsa, nadpochnikda problema bo'lsa, yo'lida relizing faktordan keyin melanotropnik gormonning o'zini shu yergacha tam o'sha joyigacha kelishiga yo'lida hech qanaqa to'siq bo'lmasa da qilish kerak. Lekin agarda bu yerda to'siq bo'lsa, bu aytgan joylarimda proses to'g'ri ketayotgan bo'lmasa, bu bilan yana autoimmun proses ketayotgan bo'lsa, buni foydasi yo'q. Bu da o'sha vaqtda ekilgan boshqa joydagi melanosit ichida tam follikulalar bu yig'ilganda, tam melanin kraskasi bu o'sha 3 oy 4 oygacha yetadi o'sha joyda nima qilib turadi. 3 oy 4 oydan keyin nimayda stimuliрующий qiladigan relizing faktor yoki melanotropnik gormon yo'q. Buni uyg'otib o'sha programmani, genetik programmani uyg'otib ribosomani ishga tushib oladigan yetib kela olmaydi. O'sha zapas tugagandan keyin u yerda yana o'sha Kunni bemorimizdagi holatda aytsak ham bo'ladi, masalan.
Aytib bering. 2 yildan avvalgina bir bemorimiz keldi. Manda nadyajda bor edi dedilar. Qanaqa nadyajda? Chunki bir qo'shnim borib o'zlarini o'sha qayerda tam o'sha melanin bor joydan oldilarda o'sha o'qdoq joyiga iktirdilar. Bir 2 oy, 3 oy zo'r bo'ldi. Haqiqatan ham ko'rib xursand bo'lib, endi operatsiya qildiraman deb bormoqchi edim. No, shu yerdan keyin yana o'sha joy yog'ini oqarib qoldi deb aytganlariga men shunda aytdim. Aha, demak u yerda protsess o'sha местный emas. Haqiqatan u gipotalamus va boshqa endokrin sistemalardagi dissonansda yoki bo'lmasa o'sha antigen, o'sha blokirovать qiladigan antigen hali qondan ketmagan. Shuning uchun bu yerdan olib bu yerga o'tkazgani bilan zapas tugagandan keyin yana protsess qaytalangan deb tushuntirdim. Bu yerda yana nima bo'lyapti? Demak, butun organizm bilan ishlash kerak, kontaktnostni налаживать qilish kerak, endokrin sistema, immun sistema va boshqa sistemalarni korrekировать qilish kerak. Shuni orqasida однозначно nima edi? Собственно, o'sha joydagi kraska yetmaydigan joylarda однозначно kraska sintezi bo'ladi, biokimiya jarayoni tiklanadi va u yerda o'sha oq dog'lar sekin-sekin yana o'z holatiga keladi, o'zini rangini. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, oqdog' kasalligini kelib chiqishi yoki uni qaytalanishi birgina faktorlarga bog'liq emas ekan. Avvalambor biz o'zimiz xotirjamlikni saqlashimiz kerak ekan. Bundan tashqari haqiqatdan ham shu kasalliklarni davolagan insonlar bilan, davolangan insonlar bilan maslahat qilsakkina, demak, bu narsaga yechim topishimiz mumkin ekan. Shu sababli birinchi bo'lib biz tushkunlikka tushmaymiz, noumid bo'lmaymiz va harakatni davom ettiraveramiz. Xudo xohlasa, albatta bu muammolarga yechim topsa bo'ladi. Bugungi suhbatimizdan xulosa shundan iboratki, azizlar, birinchidan ichki xotirjamlikni topish kerak. Ichki xotirjam bo'lib olish kerak. Nima bo'lishini qiling. Chunki bu bilan siz o'sha pH'ingizni buzmaysiz, kislotlarni muhitga olib kelmaysiz, buni orqasidan hujayrangizni o'sha ishlash jarayonini buzmaysiz. Ikkinchidan, kompetentni bo'lgan faqatgina o'sha haqiqatan chuqur bilimga ega, shu temani juda ham yaxshi tushunadigan insonlar. Shunday bo'lishi mumkin, даже endokrinologiya instituti yo boshqa joyda ishlab turib ham bu proseslarni chuqur anglamasligi mumkin. Shuning uchun nimadir chuqur shu narsaga tushunadigan, shu muammoni uzoq yillardan beri gormonlarsiz insonni o'zini ichki rezervini ishlatib turib nimadir yo'lga qo'yadigan mutaxassislar bilan maslahatlashib, ulardan o'sha kerakli sovetlarni olib turib, mana shu yo'nalishda davom etishingizni istardik. Конечно же, bu yerda juda ham muhim sizni turmush-turmushingiz, holatingiz, yeb ichadigan nimadir faktorlarga ham e'tibor berishlaringizni biz so'rab qolgan bo'lardik. Aziz do'stlar, bizni klinikamiz va davolash metodikamiz haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, ushbu quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, biz sizga batafsil ma'lumot beramiz. Manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qashqariy ko'chasi 84-uy, Mo'ljal Royal Hall restorani. Agar qanaqadir fikrlaringiz yoki savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.